14 yoshda edim, eslayman hozir. O'shanda men sizni ko'rgandim ilk bor. Unda men go'yoki yosh Usmon Nosir, siz menga she'r darsin o'rgatgan ustoz. Esimda Chilonzor metro uzun yo'l, keyin Gul bozori, so'ng Nafis san'at. Litseyda kechgan o'sha 2 yil va sizni uchratgan taqdirga rahmat. Domlalar ko'p edi, ammo fe'li keng. Sizdaylar kam edi, shogirdga tirgak. U paytlar yoshgina Pushkin edim men, sizchi Lomonosov bo'lsangiz kerak. Keyin qancha yillar o'tdi, ulg'aydik, ammo kamaymadi mendagi ixlos. Sochlaringiz oqi biroz ko'paydi, yuzdagi ajinlar ko'paydi xolos. Siz hamon o'shasiz, oddiy mehribon. Yillar o'tsa hamki samimiy dilkash. Siz mening Hoshimjon domlamsiz hamon. Men o'sha o'quvchi Nasrullo Ergash.